Assalomu alaykum. Xorazm viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi faoliyatiga doir yangiliklar tafsiloti bilan efirda Bandlik 24 informatsion dasturi. Studiyada axborot xizmati rahbari Shahzod Safarboyev. Davlat xizmatida faoliyat yuritishni istaganlar uchun navbatdagi imkoniyat. Xorazm viloyatida bir nechta bo'sh ish o'rinlari uchun ochiq tanlov e'lon qilindi. Agar siz malakali mutaxassis bo'lsangiz, e'tiboringiz aynan mana shu e'longa qaratiladi. Davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarining yagona ochiq portalida Xorazm viloyatidagi bo'sh ish o'rinlari bo'yicha mustaqil tanlov boshlanganini ma'lum qilamiz. Bu galgi tanlovda bizning tizimga oid 2 lavozim bo'yicha arizalar qabul qilinmoqda. Bular Yangibozor tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi, Davlat mehnat huquq inspektori hamda Urganch shahar Mash'al mahallasi hokim yordamchisi lavozimlaridir. Ushbu lavozimlarga da'vogarlik qilmoqchi bo'lgan nomzodlar mutaxassislik bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Talablar bilan tanishib chiqib, Argos platformasi orqali onlayn ariza topshirish va ro'yxatdan o'tish lozim bo'ladi. Eslatib o'tamiz, arizalar 24-may kuni soat 23:59 gacha qabul qilinadi. Shuningdek, eng so'nggi vakansiyalar haqida xabardor bo'lib borishni istasangiz, bizning rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling. Mahalla jamiyat ko'zgusi. U qanchalik kuchli bo'lsa, xalqning turmush sifati ham shunchalik yuksak bo'ladi. Bu kuchning markazida esa mahalla raisining yetakchiligi, qarorlarida qat'iylik va fuqarolarga bo'lgan mas'uliyati turadi. Assalomu alaykum, hurmatli mahalla raislari. Xalq ishonchini qozongan, fidokor, yangi saylangan mahalla raislari uchun o'tkazilayotgan seminarning 2-kuni ham boshqarma sho'ba boshlig'i Dadaxon Quranboyev ma'ruzasi bilan mazmunli va amaliy ruhda o'tdi. Mahalla raislari tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llarini o'rgandilar, aholi farovonligini oshirish bo'yicha tajriba almashdilar, boshqaruv salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan mashg'ulotlarda qatnashdilar. Mahallaning ertangi kuni aynan mana shunday bilimli, fidokor yetakchilarning qo'lida. Har bir yangi ish o'rni bir oilaning farovonligi, bir yurtdoshimizning kelajakka umidi deganidir. Bugun viloyatimizda yana bir nechta fuqarolar doimiy ish bilan ta'minlandi. Mehnat bozoridagi harakat va bandlik siyosatining amaliy natijasi shu insonlar hayotidagi o'zgarishlarda aks etadi. 2025-yilning 20-may sanasi bugun Xorazm viloyati kambag'allik qisqartirish bandlik boshqarmasi va uni tuman shahar bo'limlari bilan birgalikda 157 nafar fuqarolarimizni bandligini ta'minlash bo'yicha bandlik xizmatlari ko'rsatildi. Jumladan 3 ta tumanimiz eng yaxshi natijalarni ko'rsatishdi. Bular Xiva shahar, Xiva tuman, Hazaras. Umumiy hisobda 80 nafar fuqarolarimizni doimiy ishlarga joylashtirish orqali bandligi ta'minlandi. Har bir qadam o'zgarish sari. Ish izlayotganlar uchun eslatma, biz bilan bog'laning. Siz uchun ham imkoniyat bor. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.